Hurmatli kuzatuvchilar va obunachilar, mana ko'p mashinamiz keldi, ketdi, yana yangi mashinamiz kelgan. Qayta obzorlarga o'tamiz. 2023-yil ishlab chiqarilgan tayyor Cobalt'imiz, bitta pasport evaziga mashinamiz minib ketasiz. Metan, hamma narsa qo'yilgan tayyor mashina, chuqur bolikacha qilingan. Undan keyingi mashina 2024-yil ishlab chiqarilgan Cobalt'imiz qora svetda. So'raganlar uchun bitta kapotda petnosi bor. Narxi 125 million so'm. Bu mashinamiz 6 million so'm bosh to'lovga minib ketish imkoniyati bor. Undan keyingi mashinamiz 2022-yil ishlab chiqarilgan. Bosh to'lovi 15 million so'm, oylik to'lovi 3200 ming chiqadi. Tan narxi 107 million so'm pul qilib beramiz qiziquvchilar uchun. Undan keyingi mashinamiz 2022-yil avtomat korobka Gentramiz. Bu ham boshlang'ich to'lovi yo'q, bitta pasport evaziga minib ketadi. Narxi 128 million so'm avtomat korobka. Undan keyingi mashinamiz mana 2021-22 Damas'imiz. Bu mashinamiz bosh to'lovi 1 million so'm bosh to'lovi bo'lsa, shu mashinamiz Cherez Bank qilib chiqarib beramiz qiziquvchilarga. 4 ta yumshoq balon, 13 balon, chiqarib bo'lgan hamma narsa qilingan. Undan keyingi mashina boshlang'ich to'lovi 10 million so'm bo'lsa, mana Perafermendagi mana Spark'imiz bor. 2022-yil ishlab chiqarilgan avtomat korobka Spark'imiz. Undan keyingi mashinamiz 2023-24 Damas'imiz, kraskasi toza. Bu mashinamiz narxi 65 million so'm. Cherez Bank hisoblang 10 million so'm bosh to'lov bilan chiqib ketadi. 8-10 million so'mga. Bemalol kelingizda manzilimiz Surxondaryo viloyati Angor tumani Jarqo'rg'on Perkursga pastda raqamlarimizni qo'yib qo'yamiz. Qolgan ma'lumotlarni yoki kelib yoki telefondan gaplasharsizlar bo'ladi.